Shuni ko'ryapsizlar, uyingiz ichidan tog'da qorli suv o'tadi. Mana ukamiz maza qilib o'ynayaptilar. Chiroyli joydan Archa tog'ini tayidan sizlarga chiroyli hovli topib qo'ydim. Bu tomonimizda 2 xona uyimiz, taylari podval ekan. Bog'da 4 xona uyimiz bor. Mana chiroyli holatda sester formada qurilgan, pishig'ishda qurilgan chiroyli holatda uylarimiz. Uylar ichini ko'rsatamiz desa, hozir uylar ichida odammi, ayollar bor. Mana gullarga qaranglar. Chiroyli qilib devor tagiga gullarni ekib, zo'r holatda qilib berishgan. Eng qizig'i mazda tog'da tagida toza havo. Asmasi bor, kasali borlarga 7 xil, 8 xil mash tog'da archalar bor ekan. Maza qilib, bitta mayin yomg'ir yoqqanda shunaqa hid uryapti. Erta tongda chiqdik. Mazza havo ekan. Havosiga gap yo'q. Chiroyli holatda hozir pastlarda bog'lari bor. Soylar o'tgan. Ularni ham bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Egallayinda to'g'ri bizda mana bitta tapchanimiz bor ekan. Oilaviy bemalol maza qilib dam olsalar ham bo'ladi. Agar o'tlari ham mana katta. Pamillor, kartishkalar, makkalar ekish, olmalar bor, giloslar bor. Suv uylarini ichidan o'tayotgan. Toza havo, maza qilib olsalar ham batda dam olsalar ham bo'ladi. Dam olgani aqavaqa borishda hojatni o'zlariniki bo'lib qoladi. Tomonimizda sanuzelimiz bor ekan, oshxonamiz mana chiroyli holatda. Batda olaveraymi? Mana oshxonamiz ichlari. O'choqlarni qaranglar, chiroyli holatda qilib, kafellarda qilib, qopqoqli qozon tovoqlar tiniq holatda shuni artib bersa bo'ladi. Bu yerga o't yoqqa choylar ham qaynaydi. Batda gaz propan, gaz yo'q, ammo suv, svet muammosi yo'q. Hojatxonamiz, orqa hovlimiz mana yong'oq deysizmi, nima desa meva deysiz bor. Yong'oqni qaranglar, bir 50 yilga yong'oq bo'lsa kerak. 4 ta, 5 ta xullas sanog'i yo'q. Kattaligini ko'ryapsizmi? Chiroyli. Bu tomonda mana mol qo'ylaring bo'lsa boqaman sanay. Molxona, qo'yxonalar ham bor ekan, qilib berishgan ekan. Bu tomonda manzarani qaranglar. Tog'ning tagi. Bu tomon ham, orqa tomoni ham mana shu egalarini alohida yerlar ekan. Agar o'tlari bor ekan, bog'da ham soyni bo'yiga bemalol so'rilarni qo'yib, joylarni qilib, maza qilib dam olsalar ham bo'ladi. Do'stlar, mana uylarini orqasidan soy o'tgan, sharsharani suvi kelagan. Ana aytdi, maza qilib cho'milsalaring ham bo'laveradi. Mana so'rilarni qo'yib, chiroyli qilib joy qilsalaring. Archani tagigacha. Agar o't. Munqaranglar, ashi archani tog'ni tagidan boshlanayotgan yerlari. Ash tomonda bog'lar, daraxtlar ham shu xonadonning egalariga qarayotgan. Suvlarni ko'ryapsizlarmi? Tiniq holatda, mazza. Mana shu yerlarga so'rilarni qo'yib, joylarni qilib qo'ysalaring, o'z olganlaringga arziydi, pulini chiqarib olasizlar akalar. Mazza holatda, chiroyli joyimiz, suvni bo'yi. Xolasangiz mana orqa tomonda suv bor. Xolasangiz hovlining ichidan ham suv o'tgan. Chiroyli holatda ekan mana. Bu cho'milish joyini qaranglar, chuqur qilib, toshlarni terib cho'milish joyi qilib berishibdi. Kelib maza qilib cho'milib yedorasiz, uyda olib qo'ysiz. O motorda suvlar tepaga otib berar shekilli, shu soy suvini. Mana videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like qizartirib qo'yinglar. Sizlarga hozir to'liq manzilimiz qayerda edi tova? Lashkarak. Angren shahari, Lashkarak qishlog'i. Angren shahar, Lashkarak qishlog'i. Kerolasizlar, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, pastga like bosib ketinglar. Pastga nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Mashina dala hovli qilaman degan, dacha olaman degan do'stlaring bo'lsa, videoni tashlab qo'yinglar. Arzon narxlarda qilib berishadi. Sharoitlari bomba. Maza qilib olib qo'yib, dacha qilib qo'ysiz, xolasangiz, odam qo'ysiz, bemalol pulini ham 1 yil, 1,5 yilda chiqarib olasiz. Qishin yozin odam kelsa bo'ladi. Eng qizig'i mana shu tog' fonni archa bilan archa o'sib chiqqan archa tog' ekan. Shuni havosi mazza, o'ni agar o'tni ichida ham narsalari bor. Uyda egalari ekib berishgan. Ular meva-chevadan muammo bo'lmaydi. Hamma mevadan ekib berishgan ekan. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, mana shunday tog'li hududdan dacha oqtarib yurgan do'stlaringga tashlab qo'yinglar.